Rossiyaga kelib ishlamoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga yana bir muhim ma'lumot. Bu safar men sizlarga reyestrga tushib qolish yo'llari qanchalik ko'payayotganini aytmoqchiman. Bilasizlar, men Rossiyada universitetda o'qiyman, Orenburgda, va bizda yaxshi bir odat bor. Har yili 2 marotaba bizlar bilan ichki ishlar, milliy xavfsizlik, prokuratura, MFC xodimlari kelib savol-javob o'tkazadi va men kuni kecha savol berdim. Shu reyestrga tushib qolish holatlari ko'payyapti. Shuni sabablaridan biri yana nimaga hamma qonuniy bo'lgan taqdirda ham desam yaxshi javob berishdi savolimga. Aytishdiki, mana sizlar dedi chegaradan o'tyapsizlar, Rossiyaga kirib kelyapsizlar va 14 kun mobaynida, 14 kun ichida xullas aniqrog'i registratsiyaga qo'yish kerak. Lekin sizlar kelib qo'ymaysizlar. 5 kun, 1 hafta, 10 kundan keyin vaqt bor deb yuraverasizlar. Ana shu xato deyapti. Qaranglar, shu Rossiyaga kirgan kuningizdan boshlab to propiskaga qo'ygan kungacha bo'lgan kun, ketgan kun, ya'ni 10 kun yurganmisiz, 1 hafta yurganmisiz, 5 kun yurganmisiz, shu kun noqonuniy yurgan hisoblanar ekan. Qo'lingizda migratsion karta bo'lgan bilan u sizga migratsion karta Rossiyaga kirish huquqini va propiskaga qo'yish huquqini berar ekan. Aytdiki, kirdingmi dedi, o'sha kuni yo ertasi kuni sразу propiskaga qo'yishing kerak dedi. Senlarga 14 kun beriladi, yurishasan dedi, vaqt cho'zib dedi. Aynan o'sha yo'qolayotgan kun senlarga minusga ketadi. Misol, bir marta kirdi chiqdingiz, 10 kundan keyin qo'ydingiz. Keyin yana 3 oydan keyin ko'pchilik shunaqa ishlayapti, beslakimiz. Yana kirdi chiqdi qiladi, yana 10 kundan keyin qo'yadi. O'shana bo'lib 10 kun, 15 kun, 20 kun bo'lib ko'payib shu registratsiyaga qo'yilmagan kunlarda jami 90 kun bo'lganda sizni reyestrga qo'yib qo'yadi. Kimdir endi 5 yil oldin, kimdir 4 yil oldin, kimdir 3 yil oldin shunaqa hali kirdi chiqdi qilib vaqtida qo'yib 14 kundan keyin qo'yaman yoki 13 kundan keyin qo'yaman deb yuradi-yu. O'sha kunlar to'planib bu 1 yil bo'ladimi, 2 yil bo'ladimi, 3 yil bo'ladimi, kompyuterda bazasida qaranglar turar ekan. Hammasi jamlanib 90 kun bo'lgandan keyin avtomatik reyestrga kirilar ekan. Shuning uchun sizlardan iltimos, Rossiyaga keldinglarmi, kelgan kundan boshlab iloji boricha tezroq reyestratsiya qilishga va propiska olishlaringga maslahat berib qolardim. Ana shunda reyestrga tushish xavfi yana ham kamayar ekan. Va juda ko'pchilik savollar beryapti va savollarga albatta men sizlarga lichkalaringga javob yozishga harakat qilaman. Hammalaring sog' bo'linglar va sizlarni Alloh o'zi panohida asrasin.